Farg'onada nosozlik qayd etilgan transformatorni tuzatayotgan elektr ustasi og'ir jarohat oldi. Chilarimni yig'ib, ko'tarib 100 metrga yurib borganman. Holat joriy yilning 13-may kuni Farg'ona tumanida sodir bo'lgan. Transformatorni tuzatayotgan erkakning ehtiyotsizligi sabab elektr toki uning qo'lidan kirib, qornidan chiqqan. Voqea tafsilotlarini esa hozirda sog'ligi ancha yaxshilanib qolgan bemorning o'zidan eshitdik. Transformatorda ish qilayotganimizda tok bor joyga qo'lim tegib ketib, tokka tushganman. Men tok shuni urganda va korpusga tegib turgan bo'lgani uchun qornimdan teshib chiqqan. Shunda qo'lingizdan urib, qorningizdan chiqqan. Orada shu ichinglar kuyganmi shunda? Ha, ichinglar kuyganda endi men yerda o'zim yolg'iz bo'lganman, dalada bo'lganligi uchun ichilarimni yig'ib, ko'tarib 100 metrga yurib borganman. O'zingiz yolg'iz bo'lganmisiz? Ha. Men o'tirib oladi, nimalarni terib o'tirib, bitta akaga ko'zim tushib, aka skoriy chaqiryapmiz, medpunktga borib tashlab qo'ying. Siz mashinamga borib qo'ying dedim. Skoriy chaqirib berdi. Siz mutaxassissiz, elektriksiz. Unaqa joylarga borganda sizlarda maxsus kiyimlar yoki perchatkalardan ham o'tib ketganmi? Qo'lim beri qismiga tegib ketganda nimasi? Kutilmaganda. Endi bunday ish qilganimda bunaqa Perchatkadan yuqori qismiga. Yuqori qismiga mana Nimaga yolg'iz borgansiz? Endi u jalik gruppovoy boradigan nima basida qo'shib qo'ysang bo'ldi deganida. Ayni paytda bemor erkakni davolayotgan shifokor uning sog'ligi haqida bizga quyidagilarni ma'lum qildi. Qo'ldan elektr tok kirib, qorinni oldi devoridan yorib chiqqan. Ingichka ichakni reziksiyasi va ingichka ichak bir-biriga yonma-yon ulangan. O'ng sonidan teri avtodermoplastik operatsiya uchun teri olinib, chap qo'lini o'sha yelka, kaft va bilak sohalariga qo'yildi. Jarohatlar chuqur bo'lgan, bitmayapti. Shuni teri olib o'zidan qo'yilsa, shu yurib ketadi, hammasi bitadi. Xudo xolasa bemorimizni oyog'iga turgizib, yana o'zini mehnat qobiliyatiga qaytaramiz degan umiddamiz. Hozir shuni harakatdamiz. Har qanday yumushni bajarishdagi ehtiyotsizlik katta falokatlarga sabab bo'lishi mumkin. Bu narsaga shaxsan o'zim hayotda juda ko'p bor guvoh bo'lganman. Shu bois biz sizni hushyorlikka chaqirishdan charchamaymiz.